She'riyatga oid lavhalarimizni davom ettiramiz. Zero nozik did egalari bu lavhalardan ajoyib bir hissiyotlarni tuyayotganliklarini bizga murojaatlarda aytmoqdalar. Arab shoirlarining ichida eng afzali deb topilgan Mutanabbiydan yana bir necha lavhalar aytamiz. Mutanabbiyni o'sha Sayfuddavlani bir yaxshi ko'rgan quli bor edi. Yaxshi bir xizmatchi bor edi. O'sha xizmatchi vafot qilganda unga atab ta'ziya ma'nosida yozgan qasidasi bor. O'sha qasidada ham ajoyib bir ma'nolar, ajoyib bir daqiq bir balog'atga oid so'zlar, mana shunday she'riyatni yuqori bir darajasini namoyon qilgan. Mana shu baytlardan bir nechalarini o'rtoqlashmoqchimiz sizlar bilan. U Mutanabbiyga ta'ziya ma'nosida, tasalli ma'nosida shunday deydi: وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيبي وأعيا دواء الموت كل طبيبي سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليب. Yani siz mana bu yaxshi ko'rgan qulingiz, xizmatchingiz dunyoni tark etdi. Lekin oldin ham, bizdan oldin ham odamlarni o'zlarini mahbub yaxshi ko'rganlari ularni tark etib, ular bilan ajrashgan. Odamlar o'zini yaxshi ko'rganlaridan oldin ham ajragan. O'limning davosi, ya'ni o'limni dorisi har qanday tabibni charchatgan, ojiz qoldirgan. O'lim kelganda har qanaqa tabib, shifokor endi dorisi bilan unga davo topolmaydi. O'limni dorisini topish hech kimga nasib qilmagan. U hammani charchatgan, ojiz qoldirgan mavzu. Yana keyingi misralarda ajoyib bir narsani aytadi. Ya'ni dunyoda o'lim borligini, dunyoni tark etishlik nima uchun kerakligini aytadi. Ya'ni bu joyda har yomon narsadan ham yaxshilik, hikmat izlashlik ma'nosi ham bor. Qarang. Subiqna ila dunya falaw asha ahluha mun'ina biha min jay'atin wa dhuhubi. Biz endi dunyoda oldin keldik. Bizdan oldin ham dunyoga kelishgan va bizdan oldin ham sobiqlar o'tgan. Ular dunyodan tark etishdi. Dunyodan tark etib ketishdi dunyoni. Agar ular ham qolganida biz bugun dunyoda bordi keldidan man qilingan bo'lardik. Ya'ni dunyoda hech kim bir joyga borib kela olmasdi. Dunyodagi aholisi to'lib ketganidan millionlab, milliardlab odamlar agar dunyoni tark etib turmaydigan bo'lsa, milliardlab odamlar dunyoda to'planib ketadi. To'planib ketgandan keyin dunyoda hayot kechirish o'ta qiyin bo'ladi. Bir joyga borib kelishni o'zi imkoni bo'lmaydi, chunki hamma joy odamga to'lib ketar edi. Shuning uchun odamlar ketma-ket yashaydilar. Oldingilar ketadi, keyingilar keladi. Dunyodagi yana bir narsani aytadiki: tamallakahal ati tamalluka salibin va faraqahal madi firaqa salibi. Kelayotgan odamlar birovlardan qolgan mulklarni xuddi tortib olgan odamdek, talon-taroj qiluvchidek tortib oladi. Ketayotgan esa ulardan mol mulk tortilganidek ketadi. Ya'ni mana biz dunyoga kelamiz, hech narsasiz kelamiz. Kimlarnidir tashlab ketganiga molik bo'lamiz. Bu haqiqat. Va ketayotganlar ham xuddi molini birov tortib olgandek ketadi. Dunyodan xohlab ketmaydi, balki qarangki, dunyoni qancha topsangiz ham baribir bir kun ketasiz, sizniki qoladi. Xuddi molingizni tortib olgandek bo'ladi bu. Keyingi odam hech narsa yo'q, bir mehnat qilmasdan kelib, sizni mulkingizni tortib olgandek bo'lib dunyoga moliklik qiladi. Dunyo haqiqati shu deb aytayapti.